Voy malades o'rtoq, zakonniy bo'pti-yu. Bundan buyog'iga endi nima qilamiz? Planlar qanaqa? Voy o'rtoq, ko'rdingmi? Kechagi qizda vashshe vkus yo'q ekan. Да, не говори. Til qani? Ya, vinovat bittamanmi? Vinovat? Til muqaddas tushuncha. Insoniyat ibtidosi ham, intihosi ham tildir. Men tilimni unutsam agar o'zligimni unutganimdir. Qalbim ichra g'urur, iftixor, o'tmishimni unutganimdir. Sevdim dedim o'zbek tilimda. Keldim dedim o'zbek tilimda. Yuraklarim qon bo'lgan kunda tavba qildim o'zbek tilimda. Dardlarimni aytdim shu tilda. Hasratimni aytdim shu tilda. Gul so'zlarim loyga bulashib, yopiq tilda xat berdi menga. 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun hisoblanadi. Shu munosabat bilan respublikamizda har yili ushbu kunda bayram ko'tarinki ruhda nishonlanadi. O'zbek tili barcha xalqimizni g'ururi, iftixori bo'lganligi sababli kelajak avlod uchun uni sof tarzda yetkazib berish barcha fuqarolarimizni burchi hisoblanadi. Ushbu bayram bilan respublikamizning barcha xalqini, barcha fuqarolarni Farg'ona viloyat hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi jamoasi nomidan muborakbod etamiz.